Nasibada, mashalloh. Mana hoji akalarimni ko'rib qoldingiz. 7ta 8ta bo'lib turishgan ekan. Xullas kemaga chiqishga hech pul yetmayotgan ekan. Biz ham keluvdik, rosa bizga ham arzon tushdi, chunki buni butun boshli kemani olish yarim soatga 230 real. Ikkita odam yetmasa ham baribir hojilarga ozgina og'ir tushadi. O'shaning uchun biz ham kelib qoldik. Alhamdulillah, bizga ham yengil bo'ldi. Alloh aytgan ekan, bitta portga kirib chiqyotgandim-da. Go'zallikni qaranglar. Voy. Endi buni 100 marta aytgandan 1 marta ko'rgan yaxshi, hoji aka. 1 marta ko'rgan yaxshi, 100 marta gapirganda. Albatta. Endi undan Xudoning mo'jizasi bu. Albatta. Bu ne'mat bu. Qani bu ko'z bilan ko'rishlik, bu yerda o'sha ibodatga quvvat bo'lish uchun, toatga quvvat bo'lish uchun, Xudoning mo'jizasini ko'rgan uchun taslim bo'lish uchun Xudoning qudratining oldida keldik-da.